Mana bu videoda Real bilan o'ynashamiz. Realni yaxshilashimiz va mana tarkiblarni ko'ringlar. Real. Aha. Boshida qorli joyda o'ynamoqchidim, lekin qorli joyda yomon ko'raman. Agar biz durang o'ynasak penalti tepishamiz. Offside bo'lish kerak edi. Mana Fokavorya. Levan. Yani. Bunisi o'ynab ko'rganman o'zi bu Lewandowski. Christensen Rodrigoga tegdi. Musor. Bo'ldi, Sokimaga gapiramiz. Udar. Rudiger. Nomlari xato yozilgan, lekin shunda ham o'ynayveramiz. Vinicius, Chouameni, Barsa himoyasi tez o'ta olishmaydi. Yo'q. Pedri. Offside. O'zi shu Real Madrid offside-da. Faqat offside. Lewandowski yoshirsa mana bu ahmoq ham ur qo'yadi. Udar. Xato o'ynab qo'ydim-da. Yo'q, yiqit. Sariq ver. Desa qizil berdi kunligi. Bizda bitta himoyasi tishilib qoldi. Tamam, o'ynarken shuning uchun Martinezni qo'yamiz. Bo'ldi. Yo'q, hozir bor. Gol uradi kubuchu. O'zi juda qo'rqib ketgan edim. Mana Baldini o'rniga Martinez. Baldi chiqish kerak. Olmo, Lewandowski bittasini aldadi, lekin keyingi mana strafni tepish mening navbatim. Dani Olmo. Real darvozasini ishg'ol etdi. Mana Araujo kundu Christensenga uzr. Yo'q, Yamal. To'pni eng muhimi oldi. 32-daqiqa. Nimaga? Lekin Frenkie de Jong bor, Pedri. Bularga bitta qizil berish kerak bor. Dani Olmo. Bu safar gol. Gol. Dani Olmo ishg'ol etdi. Danining zarbasi va Courtois. Buni tutolmadi. Varta kurish yetarli. Agar seni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ko'ravering. Frenkie Yamal, Levan, Olmo, yiqildi. Yamal, bu ham yiqildi. Juda yiqitdi buni shu Real. Shuning uchun menga yoqmaydi. Hozir Yamalga pas beramiz. Oy yo'q, men uxlavoy deb o'ylagan. Real Madridga biz yutqazamiz. Lekin bu o'rtoqlik uchrashuvida o'rtoqlik qizilni ber, hech bo'lsa sariq bermi ularga. Nima qilib tashladi? Yana Dani Olmo tepib ko'raylik. Desam, to'g'ri darvozaga tepishim kerak. Yo'q, va birinchidan tugadi. Qani bizda bitta qilon emas. Marcus Rashfordni o'yinga tushirishni istamayman va biz hozircha birinchidan 1-0 bilan yakunlandi. Yo'q, Real yana o'zini attakalarni o'ynamoqchi, lekin Pedriga yo'l qo'ymadi.
Rudiger, Bellingham kelib qoldi. Martinez. Tezroq yugurganda hech narsa bo'lmas. Lewandowski Rudigerga yiqilishlarga yiqilma. Of. Lekin biz hozircha minimal hisobda oldinmiz. Yo'q, Vinicius Mbappe. Hozir gol urib qo'yganda bormi? Juda yomon bo'lar. Nimaga pasni bosdim o'zi? Pedri. Lewandowski va zarba. Penaltini ber endi. Rodrigo Mbappe. Avtoch harakat var. Lekin biz unga aldanib qolmaymiz. Valverde, Olmo, Lewandowski, Rudiger faqat yiqitib ketadi, hech tarafni bermaydi. Militao. Va orqasidan kelyapti va udar. Qiyinchilik bilan Courtois bo'ldi. Qaytardi. Yo'q, hozir bu qarshi hujumga o'tib ketishadi. Yo'q, Real Madridda yaxshi imkoniyat bor. Yamalning o'rniga Gabriel deyapti. Biz rozi bo'lamiz, chunki Yamal ham charchab qolgan. Biz hozir yutamiz. Yo'q. Ter Stegen buni qaytardi. Bu hali birinchi burchak zarbasi. Real Madrid nega bizga ko'rsatdi? Alexander Arnold, Trent, Gabriel, Araujo bor ekan. Pressing, Lewandowski pressing ishlatdi. Shu joyda menga to'p berganda bormi? Gol bo'lar. Ular ham o'tiga chiqmoqchi. Out. Trent ulgurmadi. Rudigerga Carvajal do'st qo'ydi, lekin Carvajal deb o'qiladi. Bellingham, Pedri, Mbappe, Vinicius hozir gol urib ketishi mumkin. Yo'q. Ter Stegen. 2 daqiqa qoldi. Biz hozir yutamiz minimal hisobda. Free kick. Valverde Camavinga o'tkazdi. Bo'ldi, o'yin tugadi. Biz to'g'ri darvozaga kelib qo'ydi. Takrordan ko'raylik. Ko'rishingiz mumkin. Mana Olmo tepdi va gol. Qattiq tepdi, shu bo'ldi. Hammaga xayr. Keyingi videolargacha xayr.